Как вас зовут? Представьтесь. Ваше имя. Uchala savolning ham o'zbek tiliga umumiy tarjimasi o'zingizni tanishtiring. To'liq javob bermoqchi bo'lsak, Меня зовут Akrам yoki Меня зовут Lola deb ayol erkakligimizga qarab o'z ismimizni aytamiz. Agar biz to'liq javob berishga qiynalsak, qisqacha ismimizni aytib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, Akram, Lola. Откуда вы приехали? Yoki из какой страны вы приехали? Umumiy tarjimasi qaysi davlatdan kelgansiz? To'liq javob bermoqchi bo'lsak, erkaklar Я приехал из Узбекистана deb aytishadi. Ayollar Я приехала из Узбекистана deb aytadi. Agar to'liq javob aytishga qiynalsak, shunchaki из Узбекистана deb aytamiz. Ваша дата рождения yoki дата рождения yoki назовите дату рождения deb savol berishlari mumkin. Bu savollarning o'zbek tiliga umumiy tarjimasi sizni tug'ilgan sanangiz, ya'ni tug'ilgan sanangizni ayting. Bu savolga to'liq javob bermoqchi bo'lsak, erkaklar Я родился deb boshlaydi. Ayollar Я родилась deb boshlaydilar. Javob berishdan oldin biz quyidagi ma'lumotlarni bilib olishimiz kerak. Hozir bizni obunachilarimiz orasida har xil yillarda tug'ilgan insonlar bor. Agarda biz 1970 nechinchidir yilda tug'ilgan bo'lsak, biz quyidagicha boshlaymiz. В 1970 deb boshlaymiz. В 1970. Agar biz 1980 nechinchidir yilda tug'ilgan bo'lsak, biz в 1980 deb boshlaymiz. Yuqoridagi gap Я родился в 1980 nechinchidir yilda. Agarda biz 1990 deb boshlanadigan yillarda tug'ilgan bo'lsak, biz quyidagicha aytamiz. В 1990 deb boshlaymiz. В 1990. Agarda biz 2000 nechinchidir yilda tug'ilgan bo'lsak-chi, biz в 2000 deb boshlaymiz. Bo'lsak, bir pervom deyiladi. Pervom qo'yib qo'yamiz. Ikkinchi o'sha raqamimizni tug'ilganlik yilimizni oxirida 2 raqami bo'lsa, втором deymiz, ikkinchi. 3 bo'lsa третьем, 4 bo'lsa четвертом, 5 bo'lsa пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом deb aytamiz. Yilingizni ayol erkakligingizga qarab, erkaklar Я родился deb boshlaydi, ayollar Я родилась deb boshlab, tug'ilgan yilingizni mana shunday gод, года, лет. Endi qachon biz gод so'zini aytamiz, qachon goda va qachon let so'zini aytishni o'rganib olamiz. Hamma o'zini yoshidan kelib chiqib e'tibor beramiz. Agar bizni yoshimizdagi raqam oxirgi soni 1 bilan tugasa, biz gод deymiz. Masalan, yoshimiz 1 ga kirgan bo'lsa, мне 1 год. Bir bora yoki 21 yoshda bo'lsak, мне 21 год. Mana shu bir qayerda bo'lsa, demak gод ishlatamiz. 31 yoshda bo'lsak 41, 51, 61, 71, 81 va hokazo. 11
dan tashqari, 11 yoshdan tashqari. Endi ikkinchisi, biz qachon yoshimizni aytayotganda goda so'zini ishlatamiz? Agar bizning yoshimizni raqamida 2, 3, 4 raqamlari takrorlansa. Masalan, deylik 2 yosh bo'lsak, мне 2 года. 3 yosh bo'lsak, мне 3 года. 4 yosh, мне 4 года. Va e'tibor bering, 22, 23, 24. 2, 3, 4 raqamlari takrorlanyapti. Мне 22 года. Мне 23 года. Мне 24 года. Yana 32, 33, 34. Мне 32 года. Мне 33 года. Мне 34 года. Va hokazo. Bu yerda istisno tariqasida 12 raqamidan tashqari. Hozir aytib o'taman 11 va 12 yoshlarda nima deb aytilishini. Endi bizni yoshimizga nisbatan qachon let so'zini ishlatamiz? Agar bizni yoshimizda 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. Mana shu yerda 11, 12 raqamlari ham bo'lsa, faqat 11, 12, 21, 22 kirmaydi, 31, 32 kirmaydi. Mana shu 5 dan boshlab 20 gacha raqamlar takrorlansa, biz let deymiz. Masalan, мне 9 лет. Meni yoshim 9 da. Yoki 25, qarang, 5 raqamni takror. Мне 25 лет. Мне 26 лет. Мне 27 лет. Мне 28 лет. 29 лет. 30 лет. Va ketadi mana shunday let aytib. 5 raqamdan boshlab 20, 30, 40, 50, mana shu 5, 6, 7, 8, 9 raqamlari takrorlanaversa, let aytamiz. Demak, bu ma'lumotdan biz bizni yoshimiz nechiga kirganligini rus tilida to'liq aytishni o'rganib olgan bo'lishimiz kerak. В каком городе вы родились? Yoki где вы родились deyish ham mumkin. В каком городе вы родились? Siz qaysi shaharda tug'ilgansiz deb o'zbek tiliga tarjima qilinadi. To'liq javobni aytmoqchi bo'lsak, erkaklar quyidagicha aytadi. Я родился в Узбекистане в городе Самарканд. Ayollar quyidagicha aytadi. Я родилась в Узбекистане в городе Самарканд. Erkak va ayolning farqi bu yerda родился va родилась so'zlarida bilinadi. Родился erkak aytadi, родилась ayollar. Гражданином какой страны вы являетесь? Yoki ushbu savol quyidagicha yangrashi mumkin. Ваше гражданство. Tarjimasi: qaysi davlat fuqarosisiz? To'liq javob bermoqchi bo'lsak, erkaklar quyidagicha aytadi. Я гражданин O'zbekistona. Ayollar esa Я гражданка O'zbekistona. Ushbu gapni aytish qiyin bo'lsa, shunchaki O'zbekiston deb aytamiz.